Jack Kilby ko'p narsani o'zgartira oldi. U 1958-yildagi ixtirosi uchun Nobel mukofotiga loyiq deb topildi. U integral sxemani o'ylab topgandi. Kremniy chip sifatida mashhur bo'lgan ushbu kremniy plastinadan ko'plab kremniy chiplarini olish mumkin edi. Har bir chipga elektron sxema tushirilgandi. Juda kichik o'lchamlarga ega bo'lgan ushbu sxemalar kompyuterning barcha murakkab jihatlarini o'zida mujassam etardi. O'tgan asrning 70-yillari boshlarida odamzod mikroprotsessorni, undan keyin esa mikrokompyuterni yaratdi. Chip tufayli har bir ish stolida shaxsiy kompyuter paydo bo'ldi. Chiplar tez orada elektronika mahsulotlari jumladan televizorlarning o'lchamlarini ham juda kichraytirib yubordi. 1983-yilda Apple Macintosh korporatsiyasi kompyuterlar bilan birga sichqonchalarni ham ishlab chiqara boshladi. Kutilmaganda kompyuter inson uchun eng tabiiy vositaga aylandi. Kompyuterlar yanada kuchli, nisbatan arzon va ixcham bo'la bordi. Ular hamma joyda bor edi. 80-yillarning oxirlarida laptoplar yaratildi. Unda elektr nur trubkasi yo'q edi. Suyuq kristalli asos tufayli ekran yassilashdi. Taraqqiyot natijasida texnologiyalar ham takomillasha bordi. Keng ekranli televideniye Nika paydo bo'ldi.